Bismillahirrahmanirrahim. Yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Yo'q. A'udzu billahi minash-shaytonir-rajim. Yana xato rukudan turganda samiyallohu liman hamidah. Yo'q. Samiya emas. Sami'allohu liman hamidah. Sami'allohu liman hamidah. Namozda lazzatlanolmayapman, xushu bilan o'qiy olmayapman namozni. Xayolim chalg'ib ketyapti deb ko'pchilik so'radi. Ulamolardan biridan shu savolni so'rashgan. Shunda javob bergan ekanlar. Men doim namozni boshlaydigan paytim ko'z oldimga Ka'bani keltiraman. Xuddi oldimda Ka'ba turgandek tasavvur qilaman. Jannatni o'ng tarafimda tasavvur qilaman. Jahannamni chap tarafimda tasavvur qilaman. Va o'zimni xuddi Sirot ko'prigini ustida turgandek tasavvur qilaman. Va orqamda o'lim farishtasi bu sani oxirgi namozing. O'qishing bilan joningni olaman degandek tasavvur qilaman degan. Ana undan keyin men xushvor bilan o'qiyman degan. Agar biz ham shu narsani shu shuur bilan, shu ruh bilan o'qiy olsak, namozimiz umuman boshqacha bo'ladi. Ulamolardan biri aytgan ekan, shu Allohu akbar deb takbiratul ihromda qo'limizni ko'tarishligimiz nima degani desa, dunyodagi hamma musibatlarim, g'amlarim, butun nimaiki bo'lsa, hammasi orqada bo'ldi, orqaga tashlashlik. Va Allohu akbar, Alloh eng buyukdir deb Allohga yuzlanishlik deyishgan. Biz namozga kiryapmizmi? Butun dunyo narsalarini esdan chiqarishligimiz kerak. Bo'ldi, biz Allohga, podshohlarning podshohiga oldida turibmiz. Allohga yuzlanyapmiz. Uni ibodatiga ketyapmiz. Bo'ldi, butun narsani chiqarib tashlang. Allohu akbar, Alloh eng buyukdir deng va butun dunyo narsalarini orqangizga oting. Mana shunda biz inshaalloh namozimizdan lazzat olamiz, namozimizdan rohat olamiz, xushu bilan namoz o'qiymiz inshaalloh. Yomon tush ko'rsak, qo'rqinchli tush ko'rsak nima qilishimiz kerak? Ko'pchiligimiz shu xato qilamiz. Yomon tush ko'rgandan keyin turib kimlargadir telefon qilib yomon tushimizni aytamiz. Men mana bunaqa tush ko'rdim. Buni ta'biri nima ekan deb turib, ayniqsa ayollar rosa ta'biriga kirishib ketishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga nima qilishimiz kerakligini o'rgatganlar. Abu Qatada al-Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlardan kim yomon tush ko'rsa, uni yomonligidan Allohdan panoh so'rasin. Shaytonni yomonligidan Allohdan panoh so'rasin. Chap tarafiga 3 marta tuf tuf deb tuflasin. Va hech kimga aytmasin. Ana o'shanda u unga zarar bermaydi dedilar. Aniq ishoning, o'sha tush hech qanaqasiga sizga zarar bermaydi. Agar biz kimgadir aytadigan bo'lsak, o'sha yerda bu zarar berishi mumkin. Endi yaxshi tush ko'rsak, bizga yoqadigan bir tush ko'rsak ham, sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, yaxshi ko'rgan kishimizgagina aytishimiz mumkin. Yaxshi tushi hammaga emas. Chunki biz Qur'ondan bilamiz, Yusuf alayhissalomning qissalaridan, Yusuf alayhissalomning otalari tushingni aka-ukalaringga aytmagan, senga xiyla qilishmasin deganlar. Chunki hasad bor, ko'z bor, shayton bor. Yaxshi tushimizda ham yaxshi ko'rgan kishilarimizga biz ularni yaxshi ko'radigan va bizni yaxshi ko'radigan kishilargagina aytishimiz mumkin. Endi yomon tushni hech kimga aytmasligimiz kerak. Va tush ta'birini ham har kimdan so'ralmasligimiz kerak. Qarz haqida ko'pchilik so'radi, qarzdor kishi o'qiydigan duo bormi? Shunaqa duo bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlar va va'da berganlar, kim shu duoni qilsa, Alloh uni qarzlardan qutultiradi. Men o'zim bu hadisni eshitganimda $6000 ga yaqin qarzim bo'lgan. O'qishim bilan Alloh shunaqa bir yordam bergan va qarzimdan qutulib ketganman. Abu Davudda keladi bu hadis. Duo qismi Sahihaynda ham kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirganlarida Abu Umama radhiyallohu anhu ni ko'rib qoladilar, mahzun holatda. Va so'raydilar, nima bo'ldi? U kishi aytadilarki, g'amlar menga egallab oldi, qarzlarga botib qoldim deydilar. Shunda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
man sizga shunaqa bir kalimalarni o'rgataman, uni aytsangiz, Alloh sizni g'amlaringizni ham ketkazadi, qarzlaringizdan ham qutultiradi. U duo Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Allohim sendan g'amginlikdan va mahzunlikdan panoh so'rayman. Va a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ojizlikdan va dangasalikdan panoh so'rayman. Va a'udhu bika minal jubni wal bukhl. Qo'rqoqlikdan va baxillikdan panoh so'rayman. Va a'udhu bika min g'alabati ad-dayni va qahri ar-rijal. Qarzlar g'olib kelib qolishidan va kishilarning qahridan panoh so'rayman. Abu Umama aytadilarki, shuni aytdim, Alloh meni g'amlarimni ham ketkazdi, qarzlarimdan ham qutultirdi. Allohga qasam ichib aytaman, men ham shuni aytdim, Alloh g'amlarimni ham ketkazdi, qarzlarimdan ham qutultirdi. Qarzdor bo'lgan tanishlaringizga eslatma qilib qo'yinglar, bu duoni o'rgatib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Kim tahoratdan keyin shu zikrni qilsa, unga jannatda 8 ta eshigi ochiladi va u xohlaganidan kiradi. Imom Muslim va Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: sizlardan kim tahorat qilsa va tahoratini go'zal qilsa, so'ngra ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin va ja'alni minal mutatahhirin desa, unga jannatni 8 ta eshigi ochiladi va u unga xohlaganidan kiradi dedilar. Shu zikrni har tahoratdan keyin o'zimizga odat qilib olaylik. Rukudan turganimizdan keyin sami'allohu liman hamidah degandan keyin hammamiz robbana lakal hamd yoki robbana va lakal hamd deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis bor, Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rukudan turganlarida sami'allohu liman hamidah deganlarida orqada bir kishi robbana va lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fih dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz tugatganlaridan keyin burilib qarab so'radilar, kim aytdi buni deb. Falonchi deganlarida 30 nechta farishta kim birinchi yozadi deb shoshilib qolishdi dedilar. Shu zikrni yodlab olishimiz kerak. Rukudan turganimizda robbana va lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fih yaqinlaringizga o'rgatib qo'ying. Kuf suf dam solaman degan ashula eshitib qoldim. Ko'p yoshli qizlar qo'yayotgan ekan. Shu narsaga to'xtalmoqchiman. Bu o'zi issiq sovuq qilishlik haqidagi ashula ekan. Jamiyatimizda o'zi shu issiq sovuq qilishlikcha ko'payib ketib qolgan. Ayollar qaysi bir erkakni issiq sovuq qilib o'ziga bog'lab olmoqchi bo'ladi yoki ba'zi bir erkaklar bor ekan, nodonlar qaysi bir qizni o'ziga bog'lab olmoqchi bo'ladi yoki martaba uchun kimlardir issiq sovuqqa borar ekan. Shu narsa, shu sizlar issiq sovuq qildirayotgan odam yoki shu mansab diningizdan, islomdan voz kechishingizga, Allohga va rasuliga kofir bo'lishingizga arziydigan narsami? Arzimaydi bu narsa. Shu issiq sovuq qilayotganlar, issiq sovuqqa borayotganlar, sizlar bitta narsani bilib olinglar, o'sha sehrgar, o'sha kohinga ishonib uni tasdiqlasanglar, Allohga va rasuliga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kofir bo'lasizlar. Bunga ochiq dalil Qur'onda bor. Ochiq dalil sunnatda bor. Bu sehr o'zi Alloh izn bersagina ta'sir qiladi. O'zining hech qanaqa kuch-quvvati yo'q bularni. "Va ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah" degan Alloh. Alloh izn bersagina u zarar tegishi mumkin. Shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'linglar. Dindan chiqib qolasizlar va hazillashib ham bunaqa kufrga, sehrga targ'ibot qilmanglar. Aka-ukalar, opa-singillar, juda xatarli narsa bu. Shu narsani bilmaganlar bilganlarga o'rgatib qo'yish kerak. Allohu a'lam. Sehr ta'sir qilmasligi uchun nima qilishimiz kerak desanglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan ertalabki va kechki zikrlar bor. Ana o'sha zikrlarni doimo qilib yurishimiz kerak. Va odam agar tahoratda pok yursa, Allohning ibodatida bo'lsa, Qur'onda bo'lsa, u odamga zarar tegmaydi sehrga inshaalloh. Sayyidul istig'for. Istig'forlarning sayyidi qaysi? Imom Buxoriy rivoyat qilgan Shaddad ibn Aws radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Sayyidul istig'for Allohumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu zikrni o'rgatib turib aytdilarki, kim shuni kechda
aytsa va tonggacha vafot etsa jannatga kiradi. Kim tongda aytsa, kechgacha vafot etsa jannatga kiradi dedilar. Demak, bu sayyidul istig'for ertalabki va kechki zikrlardan doimo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ertalabki va kechki azkarus sabah val masa deyiladi, zikrlardan hisoblanadi. Ma'nosi: Allohim, sen meni Robbimsan. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen meni yaratding. Men seni qulingman. Senga bergan va'damda va ahdimda qo'limdan kelganicha turibman. Qilgan narsalarimning yomonidan seni noming bilan panoh so'rayman. Sen menga bergan ne'matlaringga iqror bo'ldim. Gunohlarimga iqror bo'ldim. Meni gunohlarimni kechir. Sendan boshqa gunohlarimni kechiradigan zot yo'q. Har namozni tugatganimizdan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh deganimizdan keyin sunnatlardan biri astagfirulloh, 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 Allohumma antas salam va minkas salam, tabarakta ya zal jalali val ikrom deyishlik. Va boshqa zikrlar bor. Shu zikrlardan yana biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalga o'rgatganlar. Muaz ibn Jabal rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ey Muaz, men seni yaxshi ko'raman" dedilar. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir sahobiyni, bir kishini yaxshi ko'rsalar, "Men seni yaxshi ko'raman" derdilar. Agar biz ham qaysi bir birodarimizni, do'stimizni, yaqinlarimizni yaxshi ko'rsak, o'sha yaxshi ko'rishligimizni etishligimiz sunnatdan hisoblanadi. Sunnat amal. Rasululloh yaxshi ko'raman deb turib, "Men senga har namozdan keyin aytadigan bir kalimalarni o'rgataymi" dedilar. U kishi ha dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatdilar. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ma'nosi: Allohim, menga seni zikr qilishligimga yordam ber. Senga shukr qilishligimga yordam ber. Va senga go'zal ibodat qilishligimga yordam ber. Mana shu ma'nosi. Va har namozimizdan keyin o'zimizga shu zikrni ham odat qilib olaylik. Hammamiz vitr namozini o'qiymiz har kun. Shu vitr namozidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan bir zikr bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim vitr o'qisalar, shu zikrni aytardilar. Vitr tugatish bilan astagfirulloh, astagfirullohni o'rniga shu zikrni aytardilar. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vitr o'qiganlardan keyin Subhanal Malikil Quddus deb 3 marta aytardilar. Va uchinchisida ovozlarini cho'zardilar, baland qilib ovozlarini cho'zib aytardilar. Ya'ni Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus deb ovozlarini cho'zib aytardilar. Biz ham shu sunnatni o'zimizga odat qilib olishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir sunnatlariga amal qilgan bo'lamiz. Robbana atina fid dunya hasana. Yo'q. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Yo'q. Va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Ko'pchilik so'raydi, Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanahmi yo hasanahmi deb. Ikki xil yo'li bor. Agar hasanahda to'xtasak, hasanahda to'xtaymiz. To'xtamasak, qo'shib o'qiymiz. Misol uchun, Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. yoki Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanah va qina azaban nar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng ko'p qilgan duolaridan biri shu Allohumma Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanah va qina azaban nar edi deganlar.